Porsche Macan EV Porsche brendining eng mashhur ixcham SUV modellaridan birining to'liq elektr versiyasi hisoblanadi. Model yangi PPE, ya'ni Premium Platform Electric platformasida qurilgan bo'lib, brendning elektr davriga o'tishini aks ettiradi. Shu bilan birga Porsche o'zining asosiy qadriyatlaridan dinamika, boshqaruvchanlik va sifatdan voz kechmaydi. Eng yuqori versiya Macan EV Turbo 2 elektr motorli va to'liq uzatmali g'ildiraklar boshqaruv sxemasiga ega. Overboost rejimida quvvat 630 ot kuchigacha, 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish 3.3 soniyada chiqadi. Maksimal tezlik 260 km/soatgacha chegaralangan. Quruq texnik ko'rsatkichlarga qaraganda ham Macan oddiy tezkor elektrokrossovер emas, balki to'laqonli sport xarakteriga ega SUV ekanini ko'rsatadi. Macan 100 kWh sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan va 800 voltli elektr arxitekturadan foydalanadi. Yurish zaxirasi WLTP sikli bo'yicha 640 km gacha yurish imkoniyatiga ega. Tezkor DC zaryadlash 270 kW gacha. 10% dan 80% gacha zaryadlash mos stansiyada 20 daqiqa atrofida vaqt oladi. Bu ko'rsatkichlar elektrokarni nafaqat shahar ichida, balki uzoq safarlar uchun ham qulay qiladi. Pol ostida joylashgan batareya tufayli past og'irlik markazi, muvozanatli massalar taqsimoti va Porsche'ga xos shassi asoslamalari avtomobilga aniq boshqaruv va yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlaydi. Porsche bu modelda asosiy e'tiborni raqamlarga emas, balki boshqaruv hissi va muvozanatga qaratgan. Macan Porsche'ga xos taniqli sport uslubni saqlab qolgan, biroq u elektr platformada moslashtirilgan. Salon ichida premium darajadagi bezak materiallari, zamonaviy raqamli panel, yangi avlod multimedia tizimi, ergonomika va haydovchiga yo'naltirilgan dizaynga alohida e'tibor qaratilgan. Interyer IT gadjet ruhida emas, balki klassik premium avtomobil falsafasida ishlangan. Macan EV zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar, moslashuvchan osma adaptiv podveska, ilg'or assistentlar va aqlli boshqaruv rejimlar bilan jihozlangan. Avtomobil kundalik foydalanishiga qulaylik va xavfsizlikka yo'naltirilgan bo'lib, ortiqcha va keraksiz funksiyalar bilan yuklanmagan. Xiaomi U7 Xiaomi kompaniyasining elektr SUV modeli bo'lib, sedan SU7 dan keyin brending avtomobil yo'nalishidagi mantiqiy davomidir. Model zamonaviy elektromobillar bozoriga mo'ljallangan va texnologiyalar unumdorlik hamda yurish zaxirasiga urg'u beradi. U7 bir nechta versiyalarda taklif etiladi. Jumladan 2 elektr motorli va to'liq uzatmali barcha g'ildiraklar va to'liq boshqaruv tizimli modifikatsiyalar ham mavjud. Eng yuqori komplektatsiyalarda quvvat 690 ot kuchi, 0 dan 100 km/soatgacha 3.2 soniyada tezlanadi. Maksimal tezlik 250 km/soatgacha chegaralangan. Texnik ko'rsatkichlarning o'ziga qaraganda ham U7 yaqindagina faqat sport avtomobillariga xos bo'lgan xarakteristikalarni namoyish eta oldi. Bu esa SUV sinfi uchun juda jiddiy natija. Xiaomi U7 ning asosiy ustunliklaridan biri katta sig'imli batareya va 800 voltli arxitektura uyg'unligi hisoblanadi. Akkumulyator sig'imi 101.7 kWh-gacha. Yurish zaxirasi CLTC sikl bo'yicha 760 km gacha. Yuqori quvvatli tezkor DC zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. 10% dan 80% gacha quvvatlash uchun tegishli stansiyada 20 daqiqa vaqt talab etiladi. U7 amaliy foydalanishga yo'naltirilgan bo'lib, u shahar sharoitida ham, uzoq masofali safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Xiaomi U7 aniq IT yondashuv asosida qurilgan. Elektromobil brendining raqamli ekotizimida chuqur integratsiya qilingan va dasturiy ta'minotga katta urg'u beriladi. Asosiy jihatlar zamonaviy elektron arxitektura, haydovchiga yordam beruvchi tizimlar, ADAS, interfeys, boshqaruv mantiq va tizimdagi yangilashlarga alohida e'tibor berilgan. Bu yerda Xiaomi o'z falsafasiga sodiq qolib, elektromobilni shunchaki harakat vositasi sifatida emas, balki aqlli raqamli qurilma sifatida ko'radi. Tashqi ko'rinishda U7 zamonaviy dizayn bilan ajralib turadi. Aerodinamika va minimalizm asosiy yo'nalish sifatida tanlangan. Interyer esa texnologiyalar va vizual soddalikka yo'naltirilgan. Katta o'lchamli displeylar, jismoniy tugmalar sonining minimal darajasi, salon qismining mantiqiy va qulay joylashishi shular jumlasidan.
Salon umumiy ko'rinishi bilan bu avtomobil klassik premium SUV emas, balki yangi avlod texnologik mahsuloti ekanini yaqqol ko'rsatadi. Xiaomi U7 avtomobilsozlikdagi meros yoki brend tarixiga tayanmaydi. Uning asosiy ustunliklari texnik ko'rsatkichlar, texnologiyalar, unumdorlik, imkoniyatlar va narx orasidagi nisbat. Bu avtomobil raqamlarga, jihozlanishga va funksionallikka tayangan holda oqilona tanlov qiladigan auditoriyaga mo'ljallangan. Xiaomi U7 bu zamonaviy elektr SUV bo'lib, unda brend quvvat, yurish zaxirasi va raqamli texnologiyalarga asosiy e'tiborni qaratgan. Bu avtomobil an'analar yoki imij haqida emas, balki raqamlar, unumdorlik va dasturiy yondashuv haqida. U7 avtomobil tarixining bir qismi sifatida emas, balki yuqori texnologiyali mahsulot sifatida qabul qiladiganlar uchun mos keladi. Porsche Macan EV esa shunchaki elektromobil emas, balki premium sport SUV bo'lib, unda elektr uzatmaning yuqori quvvatli va tezkor dinamikasi, zamonaviy batareyalar va tezkor zaryadlash, puxta o'ylangan boshqaruvchanlik va barqarorlik, premium dizayn va ichki texnologiyalar, komfort va xavfsizlik tizimlarining boy to'plami mujassam. Bu avtomobil elektr tortish kuchi va sport xarakterini Porsche nomi bilan an'anaviy bog'langan sifat va falsafa bilan uyg'un holda ishlaydigan avtomobillarni xohlaydiganlar uchun ishlab chiqarilgan.